Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, opa-singillar, hammalaringiz yaxshimisiz, sog' salomatmisiz? Bugun mana bu yana atirgul cherinkalari haqida gaplashamiz. Bu atirgullarni mana 3-4 kundan buyon mana bunday qopqoqlarini olib qo'yapman. Birinchi kunlari ochganimda 10-15 minut ochdim. Endi yarim soatga ochiq holatda hammasini qoldiraman. Hozir bu ko'chadamiz, shuning uchun ko'chada nima qilish noqulayroq. Ko'chadan odam o'tib turibdi. Ichkarida gaplashamiz. Mana hammasini qopqoqlarini ochib qo'ydim. 1 2 3 4 5 6 8 9 11 ta atirgul cherinkalarim bor ekan. Mana hozir ichkarida gaplashamiz. Qopqoqlarni mana bunday ochib qo'ydim. Ochiq holatda qoldiraman hammasini. Ichkarida gaplashamiz. Hurmatli obunachilar, mana hovliga kirib oldim. Mana bu gulimni qarang. Mana kichkina ochilmoqchi. Bu qishda ham nima bo'lmadi, yaxshi. Mana bu joy quribdi. Mana ochilmoqchi, o'rtoqlar. Mana qarang. Rangini chiroyligini qarang. Hurmatli obunachilar, hammalaringiz yaxshimisiz? Xonadonlar tinchmi? Endi ko'chada gapirib turish noqulayroq. Odamlar o'tib turibdi. Shuning uchun xijolat bo'ldim. Ichkariga kirib oldim. Ro'zalar bilan charchamasdan, ro'zalar tutyapsizlarmi? Hammalaringiz sog' salomatmisiz? Mana Xudo xolasa bugun ro'zamizni 7-kuni. Alloh barchamizni Allohning roziligi uchun tutayotgan ro'zalarimizni oliy dargohlarida qabul qilsin. Bir obunachimiz so'rashgan ekan, kelinimni bitta farzandi bor, duo qilinglar, Alloh yana farzand bersin deb. Ilohim, mana shu ulug' ayyom kunlarda so'raymiz. Allohim niyatlaringizni hosil qilsin. Yaxshi, soliha o'g'il qizlar, nabiralar, farzand Allohim ato etsin. Hovlingiz nabiralarga to'lib, nabiralaringizni qichqiriqlariga, xursandchiliklarga to'lsin ilohim. Amin denglar, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Ko'pni duosi Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Alloh duolarimizni ijobat qilsin. Mana shu kelinimizga Alloh soliha o'g'il qizlar Allohim ato etsin. Alloh o'zi izni bilan, fazli karami bilan mana shu ulug' ayyom kunlarda yana qaytarib aytaman. Allohdan so'raylik. Hammalaringiz amin denglar, duo qilib qo'yinglar. Mana shu ulug' ayyom kunlarga barchamizni yetkazganiga Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Hurmatli obunachilar, mana bu atirgul cherinkalarni endi hozir ko'chada ko'rsatishni iloji bo'lmadi. Mana bir marta ko'rsatdim. Endi o'sha joydan turib sizlarga rolik olish ozgina noqulayroq. Chunki odam o'tib turibdi. Shuning uchun hozir ichkariga kirib oldim. Atirgul nimasini, qalamchasini kuzda 19-sentyabr, oktyabr, noyabrda o'tkazgan ekanman. Endi men ham har yili o'tkazib yurgan emasman, tajribam kam. Endi o'rganib, so'rab, shu tavakkal qilib bilganimcha o'tkazib qo'ygan edim. Yaxshi, ko'z tegmasin. Endi baklashkalarni butunlay olib tashlaganimizda yana hammasini ko'rsataman. Hozir mana ko'rdingiz, qopqoqlarini ochib qo'ydim. Bugun yarim soatga qoldiraman, ochiq holatda. Shunaqa qilib keyin ertaga Xudo xolasa 1 soatga ochiq holatda qoldiraman. Shunaqa qilib vaqtini ko'paytirib boraman-da. Ko'niktirib olgandan keyin sekin baklashkalarni ochib, o'sha kam ko'niktirib olaman-da, keyin butunlay olib tashlayman Xudo xolasa. Nima deydi? Bilganimcha cherinkalarini, o'sha qalamchalarini o'tkazgan edim. Mana hammasini qopqog'ini ochib ko'rdim. Hammasida deyarli yaproqlari bor, yangi yaproqlar chiqazgan. O'sha gullagan joytidan, o'sha gullab turgan paytida olganman qalamchalarini. 2 qarich olganman-da. Keyin o'sha pishgan joytidan bir qarichcha qoldirib o'tkazganman-da kuzda o'shanda.
yaxshi harakat qilsangiz hamma narsa ham bo'lar ekan. Birinchi marotaba qalamcha qilib ko'rishim bil. Endi birinchi marotaba avval qilib ko'rmaganman. Juda ham qiyin deb o'ylardim. Yo'q, juda unchalik qiyin emas ekan. Endi mana shu cherinkalarni ochiq havoga ko'niktirib olishim kerak. Asta-asta o'sha yaproqlarini quritib qo'ymasdan ochiq havoga nima deydi, ko'niktirib olishim kerak. Xudo xohlasa yana yilga mana shu kuzga, xudo xohlasa kuz keladi-ku, mana bahor o'tadi, yoz o'tadi, kuz keladi. Shunda mana shu joylarga, mana shu joylarga ham xudo xohlasa inshaalloh Allohim o'sha kunga hammamizni sog' salomat yetkazdirsa, mana shu joylarga ham terinka qilmoqchiman. Chiroyli ranglari chiroyli atirgullardan. Xudo xohlasa mana shu joylarga mana terinka qilamiz. Hozircha bu joylarni ag'darib qo'yish kerak, yumshatib. Gulmi, rayhonmi, xudo xohlasa ekamiz bu joylarga, o'rtoqlar. Endi mana bu joylarga mana piyoz ekib qo'yganman. Tavakkal. Endi mana bu joyda nima? Chesnok mana. Qani ko'ringlar-chi, yaxshi. Mana bu yashil barglaridan foydalanish uchun qarasam bir hovuchgina chesnogim qolib ketgan ekan, ekib qo'ydim. Shuni bir narsa sug'uryapti. Mana buni ham sug'urib qo'yibmiz mana. Yana o'tkazib qo'yamiz boshqatdan. Nimadir sug'uryapti buni. Tavba. Mana. Bizni O'zbekistonning yerlari nihoyatda nima deydi? Katta yoshdagilar aytishadi-ku, cho'pni o'tkazib qo'ysang ham daraxtga aylanadi deb. Haqiqatda bizni yerlarimiz shunaqada. Alloh taolo bizga shunday hosildor, yaxshi yerlarni Alloh taolo berganda, mana qarang. Chaki o'tkazib qo'yganlarni mana nima ko'karishga harakat qilyapti. Harakatlari bor. Mana bu joydan nimadir chiqyapti ekan mana. Nimaga endi ko'ramiz katta bo'lsa. Endi o'rtoqlar, mana bu joyda ozgina joy qolgan. Mana bu qizilchalarning orasida bo'sh qolmasligi uchun mana shu joy mana. Bu joyda ham qizilcha bor. Mana bu joyda qizilcha bor. Mana bu joy mana bo'sh qolgana. Mana shu joyda hozir mana bu kesaklarini ezib, chiroyli qilib joy tayyorlayman. Bu joyga keyin mana bu joyda ham joy bor mana. 1,5 metrcha masofada mana joy bor. Mana shu joyni ham tayyorlayman-da. Bu tomoniga ukurib, u tomoniga kashnich urug'larini ekamiz o'rtoqlar. Mana yomg'ir yog'adi, bahorda albatta yomg'ir yog'adi. Shu yomg'irlar bilan ham chiqib qoladi-da. Hozir mana shu joylarni tayyorlab oling, keyin sizga ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, urug'larimiz. Mana bu kashnich urug'i. Mana bu ukropni urug'i o'rtoqlar. Mana bu ukropni men har yili qalinroq sochib qo'yar ekanman, urug'ini ekib qo'yar ekanman. Qalin eksam yaxshi bo'lmaydi-da. Endi ukrop yetishtiradiganlar qanday qilib urug'larini ekishadi men bilmayman-da. Shuning uchun bu yil urug'larini kamgina siyrak qilib ekmoqchiman. Shunda yaxshi bo'lsa kerak. Agar bilganlar bo'lsa, yozing ukropni urug'larini qanaqa holatda ekish kerak? Qalinmi yo siyrakroqmi? Endi mana bu kashnich urug'larini qanaqa qilib eksam yaxshi bo'laveradi-yu, lekin ukrop qandaydir qalin bo'lib qolsa, nima bo'lmaydi-da, yaxshi bo'lmaydi. Biladiganlar bo'lsa yozinglar o'rtoqlar, menga maslahat beringlar. Endi bugun bilganimcha ekib qo'yaman endi. Hozir o'sha joyini tayyorlab olaman, tekis qilib, keyin ko'rsataman. Mana hurmatli obunachilar, urug'larni ekib mana ustidan baranalab qo'ydim. Bu joyga ukrop ekdim, mana bu joyga kashnich ekdim. Mana yomg'ir bilan ham chiqib qoladi-da. Mana bu joylar bo'sh qolmasin dedim, chunki
u joyda qizilcha bor. Qizilchani nima qilasizlar deyishingiz mumkin. Qizilchalarda mana yangi barglar chiqyapti. Foydalanishingiz mumkin-da. Somsalar qilishingiz mumkin, montalar qilishingiz mumkin. Hamma narsaga ishlatsangiz bo'ladi buni yaproqlarini. Barglari katta bo'lib ketadi. Bu joylarda ham qizilcha bor edi. O'rnlar mana bo'shab qoldi. Yerni hech bekor qo'ymaymiz. Umrini o'tkazmaymiz o'rtoqlar. Mana bu joy qarang, mana bu kartoshka. Mana bu kartoshkani qarang. Mana shu joydan chiqdi. O'tgan yil qolib ketgan kartoshkalar. Mana uje ko'karayotgan ekan. Chunki mana bu qator nima qilinmaganda, ag'darilmagan. Qizilcha borligi uchun bu tomonlari traktorda ag'dartirganmiz. Bu joylar qolib ketgan edi. Kartoshka chiqdi orasidan, qarang. Chunki kartoshka ekkan edik. Kartoshkadan keyin nima ekkanmiz? Qizilcha ekkanmiz. O'sha ikkinchi ekinga ekilgan. Mana endi Xudo xohlasa yomg'ir bilan ham chiqib qoladi-da. Yerni umrini o'tkazmaymiz o'rtoqlar, bekor qo'ymaymiz. Mana shu qatorda Xudo xohlasa hamma narsa bo'ladi. Ukrop, qizilcha, oshko'ki, piyoz, mana piyoz, nima, chesnok, mana bu tomoni kartoshka. Kartoshkalarni kecha ozgina ochib ko'rsam, chiqishga harakat qilib qopti. Chunki o'rtoqlar asha ekkanimizdan buyon havo harorati yaxshi-da. 18-20 atrofida bo'lyapti. Havo issiq. Shuni hisobiga kartoshkalar chiqishga harakat qilib qopti. Bugungi roligimiz o'rtoqlar mana shulardan iborat. Hovlidagi go'zallik kanaliga hammalaringiz xush kelibsiz. Obuna bo'lganlar kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmagan yangi kirgan mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying, fikr mulohazalaringizni qoldiring. Yana efir orqali ko'rishib, suhbatlashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.